Jilbert sindromi bu eng keng tarqalgan genetik kasallik bo'lib, sababi tushunarsiz holatda sarg'ayib ketishga olib keladigan holat hisoblanadi. Demak, mana shu takrorlanadigan sarg'ayish holatlari bo'lsa, bunda gen tekshiruv o'tkazib, mana shu sababini bilib olish kerak. Bolada tushunarsiz, ya'ni sababi tushunarsiz noma'lum holatda sarg'ayish bo'ladi. Sarg'ish kasalligi deb o'ylashadi, davolashadi, lekin bu yana takrorlanib sarg'ayish bo'laveradi. Bilirubin degan moddasi yig'ilib ketgandan keyin terisi qichib boshlaydi o'zidan o'zi va mana shu holatlar takrorlanib turadi. Har 3-4 oyda o'zidan o'zi sarg'ayib ketadi bola. Bu nasldan o'tib keladigan kasallik bo'lib, oilaviy uchrab turishi ham mumkin yoki ba'zida yashirincha kelib ota-onada namoyon bo'lmasdan bolasida namoyon bo'lib qolishi ham mumkin. Smartgen klinikasida Jilbert sindromini genetik sababini aniqlab berib, tegishli maslahatlar berishimiz va tegishli mutaxassislarga yo'naltirib berishimiz mumkin.